Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun bemorimizga uylariga ruxsat beryapmiz. Bemorimiz bizga bir hafta oldin jigar 8-segment ixnokokistasi bilan murojaat qilib kelgandi. O'zbekiston temir yo'llar markaziy klinik shifoxonasida ustozimiz professor Ilhom Mahalievich bilan birgalikda torakofrenal orqali ixnokokistasini olib tashlash amaliyotini amalga oshirdik. Bemorimiz ahvoli qoniqarli ahvolda. Bugun uylariga ruxsat beryapmiz. O'zlaridan fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Bir hafta oldin temir yo'llar muassasasiga keldik. Rahmat doktorlar bir hafta oldin bizani operatsiya qilib, bugun o'zimizga javob beryaptilar. Xizmatlari yaxshi, juda qoniqarli. Vrachlardan boshlab anestezistlargacha, shu to'ladoshlargacha hammalariga kattadan katta rahmat deymiz. Hammalariga chin yurakdan kattadan katta minnatdorchilik izhor etamiz. Hammalaringizga rahmat. Sizga, ustozga, hamma singillarim sizlarga hammalaringizga kattadan katta rahmat. Men shira kelib minnatdorman sizlarga. O'z kasalimga shifo topganimdan minnatdorman. Mingdan ming rahmat sizlarga. Kasal bo'lmang, o'zingizni Alloh biza duoda, oilaviy hammamiz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz.